Eğirliği 70 kilodan töven, 50 kilodan yukarı kızlarının 9 haftalık oruqlaş, yani may seriş planlayıp geldim, bir tal yürek verip saklayılan. Mayli öyden tamak yang, ya bazarının tamaklarını yang, siz yani okşaş oruqlap ketiversiniz. Bu mening necha yillik şavji şu kızlarni yeteklep oruqlatqandan keyingi tajriba savaqlarım asasida yakunlangan. Rasmlarini ko'rib beqing, qo'saq muskullarim ko'rinib qolay dedi, bir aylanım kichik bo'ldi. Men tamak, uyqu, harakat 3 nuqtaga yig'inchiqlab, nayt ilmiy so'zlab berma. Ma plan nayt ilmiy o'lchamlik sog'lom plan. Mush plan bo'yicha maqsangiz o'riqlab bo'lgandan keyin ilg'i powing bo'lib, yana qaytadan fantan bo'lib turgan ish ko'rinmaydi. Nayt savrchanlik bilan ko'rib chiqqan bo'lamdi. Birinchisi tamak. Tamak planımızda biz asas açlıqınca qaraq mayni azroq yeymiz. Buni biz jungotan yeyişi deymiz. Masalan, bir kunda yegan asas açlıq, yani karbonat kam bo'lganda 4 mushtum bo'lsin. Karbonat qanday yemeklarni tanlaysiz? Guruch, mifan, xongshu, qo'noq, kao, yangyu, kunva, shanyao, mandaq açlıqlarni tanlab, atiganda 1 mushtum, tushda 2 mushtum, kechda 1 mushtum atrofida tanlasangiz bo'ldi. Aq un tamıqını, nan, aq yemirlarni yemay turing. Go'shtga o'zingiz yoqtiradigan, xohlagan loq go'shtdan tushda 1,5 alqanchilik, kechda 1,5 alqanchilik o'ralashtiring. Sayko'ktatdimi, basay, palak, qaysini yaxshi ko'rsangiz, tushda 2 mushtum, kechda 2 mushtum o'ralashtiring. Andan mush go'sht bilan seni azroq yog'da uysay qo'rinjimi, hargi suvda pishirib janjatsan qilmang. Attiganlik nashliqqa bir tal tuxum bilan bir piyola shikarsiz To'janfen, yani purchaq isiniz shu yetidu. Tamoqni mushtaq yeymiz, qo'sqin to'yib kelsa meshtin bo'lmaydi. Yeyavering. Tuzni azroq, mayni azroq qilib turib yesangiz bo'laverdi. İkincisi uyqu. Uyqu ma tamoqdan qolsa muhim o'rin turdi. Oqshimisi amal va 12 dan burun uxlab bo'ling. Kechda bo'lmadi degandan bir 6-7 soat bir yaxshiroq uxlang. Uyqusi nachar odamniki tayshesbek ostuldi o'rg'ilish yomon tasik to'xtaydi. Uxlashdan burun putingizni qiziq suvga chilab, nayt rahat holatda uyquga kiring. Kunduzlari bo'lsa yarim soat aptab qoqlanib bersangiz uyqungiz texim yaxshi bo'ladi. Üçüncüsü andın hərəkət. Özünüzün günlük xizmətdən başqa yol mengib bersangiz bo'ladi. Masalan, bir kunda 8000 metr yoki bo'lmay deganda 5000 metr ishtik yol mengib bering. Agar xizmatdan boshqa vaqtda harakat qilmay yotaman, o'tirman desangiz, o'riqlishingiz pek oz bo'ladi juma. Midrab bersangiz men hisob bo'lsa, buningdan boshqa haftasiga bir 3 qitimdan 4 qitimgacha, ya'ni bir kun to'xtab, bir kun o'zingiz yoqtiradigan, xohlagan bir harakat turini tanlab qilib bering. Usul oynamsiz, gimnastik oynamsiz, yuguremsiz veya yoki suv uzamsiz, velosiped minamsiz, qaysi harakat bo'lsin mayli, xohlagan harakatni bir soat atrofida bak charchab ketmay turib, nayt rahat azroq tajqida qilib bersangiz bo'ladi. O'riqlar surat nayt tezishida badandagi muskullarni nayt sifatli bo'ldi, taysheringiz yuqori ko'tarildi degan gap. Ma asos kichik semizlarningki o'riqlash yadrosi biz tayshini cho'qim yuqori ko'tarishimiz kerak. Mush 3 nuqtaga diqqat qilsangiz 100% o'riqlaysiz, bel aylanmangiz xilolam kichiklaydi. Agar Eğrilikiniz 70 kilodan yuqori bo'lsa, asrik inkas rayoniga men 10 kilo deb bizib qo'ying. Men 70 kilodan yuqorilarniki, men o'riqlash planini yana ayrim bir kun chiqarib beraman. Ma plan 70 kilodan tuvallarga moslashadi. Billa g'ayrat qilaylik, bu qitim cho'qim o'riqlab ketamiz.